Mana ikkalasidan o'rtaga eshik bor ekan. Hozirga mana ikkinchi etajga chiqasizlar. Mana eshikdan kirdik. Mana katta restoran bor ekan. Restoran. Bu yerda har xil ichimliklar bor ekan. Konyak, vino. Mana restoran. Choy ichgan o'tirib. Odamlar kirib kelyapti mana. Kafechasi bor ekan mana. Uchinchi etajdami ekan? Mana. Kafe, bar, hammasi bor ekan bu yerda. Mana restoran, tualet bor ekan bu yerda. Ayollar keldi. Tualet. Chiqadigan 3-etajga. 3-etajga chiqadi. Yok. Tashqariga chiqaylik. Restoran bor ichida. Mana dengiz. Mana. Kechqurun mana. Paroxodga chiqdik. Mana yerda mashinalar turibdi. Mashinalar turibdi, ba'dan baqa chiqib keldi. Mana karablni oldida tumshug'i. Hozir mana shu pastga tushadi. Mana motor ishlayapti bu yerda. Mana motor ishlayapti. Suvni yoyib tashlayapti motor. Narkibet mana Shvetsiya. Shvetsiya davlati. Mana oldinda ham ishlayapti motor. Mana shu to'g'riga ketsa mana shu to'g'ri o'tsa nariyoqqa Litva davlati dengizi Narkibetiga. Mana yurishni boshladik. Karavel yurish boshladi. Mana yurishni boshladi karavel. Suzyapmiz Shvetsiyaga qarab. Mana karavelni mana oldi yopilyapti. Mashinalar minna mana bu yerda. Ba'dan yengil mashinalar, mana bu yoqqa katta mashina, yuk mashina mana. Sekin tushib yopilyapti mana. Karavelni oldi. Yigirma daqiqa suzaygan. Mana chiqdik, ketyapmiz. Mana yopildi. Mana karavel vaqt turibdi. Mashinadan chiqdik, ketyapmiz. Narigi bet mana Shvetsiya.